Assalomu alaykum, qadrdonlar. Xudosi ertalabdan ishni boshlanyapti. Yevropa gazda Onyx Gazel, bu tarafda esa Haval Junior mashinamiz 1.5 turbina motorimizga propan 4 stakani original zapchastlar qo'yib beryapmiz. Uje qo'yib bo'ldi, to'g'ri ham tushlar olib borilyapti. Birinchi o'rinda bu taraf qismida Valto Italiyani arsonkasi hech chiqmasin maxsus fragment ishlanglar. Va miyamiz o'sha mashhur Yevropaga tegishli avans o'tishga to'g'ri miyalar bilan akkuratni qilyapmiz. Reduktorimiz italyanskiy AT09 Nordic reduktorlar bilan chorliq qo'yib beryapmiz. Tekshiramiz. Mana bu qismida teskada. Orqa qismiga esa akkuratni qilib yangi chiqqan mashinamizga, Haval Junior mashinamizga 61 talik balonlarni chorliq qo'yib beryapmiz. Xudolarsa mashina tayyor. Endi kampishlar olib borilyapti. Sifatli xizmatlar bilan ro'yxat nimaga qo'yilyapti. Kampishlar bilan Haval Junior. Tarafda ko'rmoqdamiz. 65 talik qo'yilyapti. Turibdi. Yana chorliq chiqarib qo'yilyapti. Miyamizda esa boshqa 200 gofas qo'shilib chiqariladi. Ko'p mashinalar eng motor, reduktorimiz AT09 Nordic, Alfasinka va hajmi ishlangan qo'yiladi. Bu tarafda majburiy mashinamiz dizay motor hisoblanadi. 2 lik turbina motorimizga 4+ jihozlar bilan chiroyli qo'yib beryapmiz. Miyamiz o'zi mashhur Yevropaga tegishli injektor qisqasiga to'rt miyalarni qo'yilyapti. Toshkent shahrida yana ko'rganimizdek orqa qismiga esa 65 ta silindr qo'yilyapti. Bo'lsa shunday asfalt xizmatlar kerak bermoqlar chiqishimiz ularni qo'ydik. Yevropa gaz ishni boshladi. Yevropa gazda bugun ish avjida. Abetdan keyin bo'lsa ham ishimiz avjida. Onyx mashinamiz Toshkentdan kelganlar. Bu tarafda Cobalt Toshkentdan Alex mashina qo'yapti. Propan original zapchastlar bilan o'sha mashhur turbina motoriga avans etikator ham propan ham metan uchun moslashgan miya boshida ishlab chiqaradi original. Bizning maxsus ismlari ko'rib turganingizdek zavodskiy. Bu tarafda farsunkamiz Royal firmaniki, Italiyaniki, originali. Ko'rishingiz mumkin. O'xshash yo poddelkasi emas. Bu tarafda reduktorimiz AT09 Nordic, bu ham originali. Yonlardan hammasini ko'rishingiz mumkin. Bu komplektsda qo'yilyapti. Bu tarafdan Onyx mashinamiz, turbina motor premium. Bu ham original zapchastlar bilan bu tarafga metan qo'yilyapti. Bu taraf Onyx esa propanaga metan qo'yilyapti, turbina motor. Mana X original. Ko'rib turganingizdek zaplashlar bilan chiroyli qo'shimcha bandalar bilan qo'yilyapti. Miyamiz o'sha mashhur avans-etikator miyalar bilan ustonoq qilinyapti. Bu tarafda Cobalt mashinamiz esa propan original zapchastlar bilan. Miyamiz o'sha Yevropa gaz Basiko 24 ga to'r originali. Italiya reduktor Turkiya reduktor Atiker deka, uzr adashib ketdim. Atiker. Farsunkamiz Valtek Italiyaniki. Xudo olasa 65 ta silindr bor. Yo'lni ishlab chiqargan silindrlardan. Biz ustonovka ishni boshladik. Akkuratni chiroyli qilib sifatli qo'yganamiz. Akamiz bizda ijtimoiy tarmoqda kuzatib ketdi. Avvalambor ishonch uchun rahmat, lekin ishonchni inshaalloh oqlaymiz. Sifatli qilib chiroyli qilib qo'yganamiz. Sabah hardan bug'lodik. Halqadan to'dan metan bilan propan bilan kelishtirib, sifatli qilib, chiroyli qilib, 65 talik
qo'yamiz. Halim propan qo'yaymi, metan qo'yaymi deb o'ylanib yurgan akalarga chiroqsiz jo'natib qo'yamiz. Sifat bizda hardan birinchi o'rinda. Sog' bo'lasiz, sog' do'stlar. Videoni metan va propan qo'ymoqchi bo'lgan akalarga jo'natib qo'yasizlar. Sirdaryo Euro metanda ish avjida. Ko'rib turibsiz, Labo mashinamiz Kia K5 Onyx, bu tarafda Tracker Cobalt, yanada Onyx Lexi 2 o'ynamiz. Bu tarafda Monza Cobalt Navaydan bu yerda Kia Sportage Kia Sportage metan qo'yilyapti. Avance C4 Italiya Royal Farsonka va X reduktor originaldagi. Ular padelkasiga original reduktorlarni Royal Farsonkalarni qo'yib beryapmiz. Kia Sportage'ga işte 30 talik. İşte 30 talik. Ne koy veriyoruz bunu? İşte 30 talik veriyoruz. Captiva. Captiva mashinamiz propan qo'yilyapti. Turganimizdek Ovan yo'l qistiradi, bersa ekan. Ovan yo'l qistiradi. Transportimiz ko'payadi. 90 talik metan gaz ballonlarni qilib beryapmiz. Metan yechiladi, qo'yiladi. Labo mashinani bak surib tikilgan. Yapsizga 65 talik tuzib teshmagan holatda zapasga tushadi. Bizga kelursa, sizlarga Euro metanga tartib chiroyli qilib yaxshilab tashlagan qidiramiz. Sizlar bilan ta'minlangan ta'minot. Videoni metan va propan qo'ymoqchi bo'lgan akalar jo'natib qo'yamiz. Sizlarga Euro metan. Sifat yaxshi sinf doim birinchi o'rinda. Bir qadam oldinda. Buni orqasidan qo'ysinmi? Hadi orqasidan.